Bugun dunyo yangiliklari sizni charchatgan bo'lishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil, urush, qon. Ammo men bugun sizlarga boshqa xabar bilan keldim. G'alaba xabari bilan. Keling savol beraylik. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga mag'lub bo'lmoqdami? Javob: ular mag'lubiyatni hali tan olmagan bo'lishi mumkin, ammo maydondagi vaziyat butunlay boshqacha. Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqdagi kurd jangarilarini Eronga qarshi foydalanmoqda. Ularga Eronni bo'lib, Buyuk Kurdiston davlatini tuzishga va'da berishdi. Albatta bu yolg'on va'da. Tarix guvohi. Amerika Qo'shma Shtatlari hech qachon va'dasida turmagan. Ular kurd jangarilariga Javelin va Stinger tankga qarshi qurollarni berdi. Bu qurollar zamonaviy deya ta'riflanadi. Ammo Eron nima qildi? Eron kurdlarni artilleriya va dronlar bilan qirib tashlamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining million dollarlik qurollari Erondagi bir necha ming dollarlik dronlarga qarshi tura olmayapti. Janob Tramp esa hozir tupikka kirib qolgan. Har bir harakat qimmatga tushmoqda. Narxlar farqiga qarang. Eronning Shahid droni atigi 20 ming dollar. Uni urib tushiruvchi Amerika Qo'shma Shtatlarining PVO tizimi 4 million dollar. Bir urib tushirishning o'zi Amerika Qo'shma Shtatlari byudjetiga 200 baravar qimmatga tushadi. Va eng muhimi, bunaqa dronlardan Eronda 80 mingta zaxira bor. 80 mingta azizlar. Eron kuniga 400 ta dron ishlab chiqaradi. Kuniga. Bu degani bir haftada Amerika Qo'shma Shtatlari bir yilda yo'q qila oladiganidan ko'proq dron ishlab chiqarish imkoniyati. Eron harbiy zavodlari esa 500 metr chuqurlikda joylashgan. 500 metr. Amerika Qo'shma Shtatlarining beton yoruvchi raketalarining eng kuchlisi maksimum 60 metr betonni yorib o'ta oladi. Farqni his qilyapsizmi? Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga juda past baho berib urush boshladi. Ular o'yladi, Eron zaif, bir zarba bilan yiqiladi. Ammo Eron hali qurollarining hatto 10% ham ishga solgani yo'q. 10%. Bu degani biz hali asosiy quvvatimizni ko'rsatmaganmiz. Eron harbiy sanoat zavodlari mamlakat hududi bo'ylab keng yoyib joylashtirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari bir nechta zavodni yo'q qilsa, boshqalari ishlayveradi va ularning aksariyati 500 metr chuqurlikda joylashgan. Shu o'rinda bir narsani anglab olish kerak. Musulmonlar birlashsa, hech kim ularni yenga olmaydi. Eron yolg'iz kurashmayapti. U butun islom olamining sharafini himoya qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil esa yerda qoladi. Ular o'zlarini dunyoning xo'jayini deb hisoblaydi, ammo maydonda ularning qudrati yo'q. Million dollarlik raketalar yerga chizilgan rasmlarni portlatadi. 4 million dollarlik PVO 20 ming dollarlik dronni urib tushiradi va baribir zarar ko'radi. Xullas, vaziyatni kuzatishda davom etamiz, ammo bir narsa aniq. Kuchlilar kuni o'tmoqda. Haqiqiy kuch iymonda, birlikda va o'z kuchiga ishonchda. Shu o'rinda janob Trampga ham bir nasihat. Ichki xotirjamlik va asablaringizni saqlashni tavsiya qilamiz. Chunki oldingizda uzoq yo'l bor va bu yo'lda sizni faqat mag'lubiyat kutmoqda. Musulmonlar uyg'ondi. Endi orqaga qaytish yo'q. Va aziz tomoshabinlar, navbatdagi videomizda sizlar bilan yana bir muhim mavzuni muhokama qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa neft zaxiralari tugab borayotgani sababli qanday inqirozga yuz tutmoqda? Ular neft bamisoli qon kabi kerak bo'lgan bir paytda manbalari qurib bormoqda. Bu ularni qanday chorasiz ahvolga solib qo'yganini tahlil qilamiz. Eron va boshqa neftga boy davlatlar esa bu inqirozdan qanday foyda ko'rish mumkin? Bular haqida keyingi videomizda batafsil so'z yuritamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Xayr.